Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan VersiAI. Bugungi video asosan dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. O'zim ham yosh dasturchi bo'lishimga qaramay, uncha fundamentim bor. Shuning uchun sizlarga video olib bir mavzuda gaplashib o'tmoqchiman. Bu videomiz asosan nima haqida? Mana masalan biz o'yin yoki nima yaratdik? Sayt yaratdik. Masalan, bu o'yinni oladigan bo'lsak, mana shunday o'yin. Ko'rib chiqsak, bosiladi, qayta boshlash yoki qayta ovoz, podskaskalar. Endi bu narsani biz qanday qilib saytga aylantirib, ya'ni internetga, Google'ga qo'ysak bo'ladi. Buning uchun biz Netlify drop deb qidiruvga bosamiz. Netlify drop. Mana vamos. Netlify drop. Mana Netlify dropga kirgandan keyin biz o'zimizda nima yasagan narsamiz, ya'ni veb-sayt yoki o'yinimizda qo'yib olishimiz kerak. Masalan, mana deb yozdim. Загрузить. Endi bizda yasagan o'yinimiz hozir yuklanmoqda Netlify saytiga. Netlify sayti o'zi nima? Netlify sayti orqali siz o'zingiz yaratgan sayt yoki o'yin ilovalarni saytga aylantirish yoki Google internetga yuklashingiz mumkin. Mana hozir biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Eng asosiy narsa, agarda biz ro'yxatdan o'ta olmasak, bu degani biz yuklay olmaymiz o'zimizning veb-sayt yoki o'yinimizni. Shuning uchun hozir biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. O'zi ro'yxatdan o'tish bilamizki, eng asosiy narsa hisoblanadi. Buni ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Ayniqsa internetda endi o'rganayotgan yoshlarimiz orasida bular juda ham ko'p. Xo'p, continue orqali o'tamiz. Eng katta muammo, bilamizki, bu internet ham hammada ham bo'lavermaydi. Shuning uchun bizda ozgina qiynalishlar bo'lib turadi. Xo'p, bizga kirdik. Nom, shaxsiyat, o'zimizni kimligimizni aytib o'tishimiz kerak. Saytimiz nima uchun kerak? Shunchaki personal desak, bu yerdan games yoki web app deyishimiz mumkin. Web 3.0, personal project, o'zimizning proyektimiz yoki blogimiz, kompaniyani proyekti yoki xohlagan. Masalan, bu yerlardan biz jamoa lideri, dizayner, produktda injeneri, masalan, men junior web developer, ya'ni hali yangi. Shuning uchun bu yerda nima deyishimiz mumkin? Masalan, oddiy o'yin deb nomlaylik. Oddiy o'yin. Continue to deploy. Hop, skip qo'yamiz. Mana bizni yasagan narsamiz. Manualga kiramiz. Hozir mana shu holat chiqib turibdi. Browse to upload. Mana boyagi narsani qaytadan kiritamiz. Bu kiritgan narsamiz har ehtimolga qarshi hisoblanadi. Mana bizning saytimiz tayyor. Demak, hozir buni copyright adresiga qilamiz. Bu yuklandi hozir. Soat 9:28 yapti. Bu yerda mana shu xatolik ketgan. Balkim boshqa bir soat bildiradi. Qo'ysak, mana biz o'yinimizga to'g'ridan-to'g'ri kirib ketadi. Biz boshqacha boshlashimiz ham mumkin edi. Masalan, boshida bunday kirish yoki bunday play so'zlari, lekin u narsa yasalmagani sabab bunday play so'zlari chiqmaydi. Uning uchun отдельно play yasash kerak. Unga bosilganda mana shu o'yinga kirib ketiladigan qilib saytda o'yinni o'zini yasash kerak. Demak, hozir biz mana shu orqali mana sayt
Buni xohlasangiz birovga tashlashingiz mumkin. Birov kirsa, masalan, Telegramdanmi yoki Instagramdanmi tashlasangiz, u kishi kirsa bemalol to'g'ridan-to'g'ri mana shu o'yinga kirib ketadi. Va saytning nomi ham shunday, saytning nomini bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha